Ey hashar bizga yarasha. One April night may die. Deep and wide. Do'stlar, bugun 8 gektar bilan olishyapmiz. Xudo xolasa nasib biz yutib chiqamiz deb o'ylayman. Qaranglar. Shunaqalar bo'ldiki, hattoki nima keragi bor, o'tdan tozalashi, o'lgan odamga nima farqi bor deganlar ham bo'ldi. Mana qaranglar, mana shu yerda mana tozalayapman, ko'ryapsizlar. Shu yerda hozir mana shu o'tlarning tagida qabr bor. Qaranglar, mana ochib beryapman sizlarga. O'zinglar chista bir vijdonan baho beringlar. Endi o'zini aqlli tutishmas. Mendan aqlli insonlar juda ko'p kishiladi. Mana qaranglar, mana o'tlarni tozalayapmiz. Shu qabrda bir qachonlarda siz bilan menga o'xshab xandon otib kulib, hayot tashvishlariga egilib, bukilib, qiynalib, ne umidlar bilan, orzular bilan bu dunyoda yashab o'tgan bir yoki onaxonimiz, yo otaxonimiz, yo bir aka-ukamiz, yoki-da bir singlimiz yotibdilar-da. Qavm qarindoshlari ham agar unutib olishmaganda shu qabr shu holatga kelarmidi? Misol uchun-da, shuni atrofini mundoq o'tlardan tozalab, tikonlardan tozalab, mayli agar farzandlar o'tib ketgan bo'lsa, bilmasam navarlari bordir. Ba'zi bu inson, bir inson dunyoga kelib, o'zidan hech bo'lmaganda turmush o'rtog'iga do'st orttiradi. To'g'rimi? Shu turmush o'rtog'i, do'st yo farzandlari yo ota-onalari shu qabrlarini bir yilda hech bo'lmaganda bir marta tozalab kechishsa, shu qabr ham ko'zga ko'rinib, hech bo'lmasa kichkina qabr toshidan bir ism familiyalari bilan yozib ketishsa, boshqa qabristonga ota yo onasini ko'rgani kelgan insonlar aka shu yotgan insonni ham nomini tilga olib bir tilovat o'qib ketaman deb toza turgan qabrni toshiga qarab, toshdagi ism familiyasini aytib Qur'on tushirib ketsa qanday go'zal deb o'ylayman-da. Aytyapman-ki, shunaqalar bo'ldi. Aziz aka, nima qilasiz, o'zingizni ham boshqalarni ham ishdan qoldirib. Men misol uchun ishdan qolmayman. Chunki yakshanba kuni, dam oladigan kuni biz endi qo'ldan kelgancha qilib yuramiz bu ishlarni, ko'ryapsizlar. Bu yerda hech kimni majburlamaydi. Faqat ko'ngillilar bu dunyoni boshi va oxiriga o'limiga iymon keltirganlar. Faqat ba'zi birlarga o'xshab tilda emas, amalda amal qiladigan aziz aka-ukalar mana kelishadi. Mana qaranglar. Shu gaplarimni 5 yo 6 minut oldin boshladim. 5-6 minutda bitta qabr ochildi. Misol uchun-da, mana shunaqa qilib kechgacha men o'zim 50-60 ta qabr bo'ynimga olsam, bu ukamiz 50-60 ta qabr bo'yniga olsa, keyingisi 50-60 ta qabr bo'yniga olsa, qanday go'zal. Tasavvur qiling, mana aka ajal hozir kelib qoldi. Tayyormisiz shu narsaga aka? Yo'q. Tayyorman. Menimcha yo'q. Menimcha yo'q. Hali o'limga tayyormasmiz. Agar Allohim jannatdan joy bersa tayyorman. Qilinmagan ishlar hali ko'p-da. Qilish kerak. deb o'ylayman. Endi
Alloh berguchi ham, olguchi ham Allohku, lekin olaman deb kelsa iloji yo'q, olib ketadi ba'zi. O'limga tayyor bo'lish uchun avvalambor savobli ishlarda ko'proq bo'lish kerak odamlar. Endi bilib bilmay baribir gunoh ishlar qilib qo'yganmiz. Biz nasibamiz yozilgan bo'lsa, bugun biz siz ham bilmaysiz, misol uchun, men ham bilmayman. To'g'risi, qachon o'lishimizni uni Alloh biladi. Xuddi shu internetda ko'rib, mana shu narsaga o'sha 4 safarim, 5 safardan ketayotgan bo'lsak, boshqachada qisqasi. Uyga borib, uyda yotgandan ko'ra bu yerga kelib ishlagan zo'r bo'ladi. Maza qilyapmiz degan kelar, og'aynim yur deb olib kelyapman. Mana shu ulpatadan mana shu bittasi sobitlik og'aynim olib kelyapti, qolgani kelmayapti, lekin borib Charchaganingizdan emas, boshqacha maza qilasiz bu yerda. Ana g'ubor, kibr baribir eslatib turadi-da, kelishingizni eslatib turadi. Chunki nimaga? Hammamiz keladigan joyimiz. O'shanga balki deb o'ylayman. elga yarashar, xalqqa yarashar, aziz etibrat bilan hamma elga kurashadi. Bugun kunimizni Xudoga shukr, besamar o'tgani yo'q. Yakshanbani ham mana. Shuning uchun mana qabristonda misol uchun odamlarga namuna o'rnakda o'lim haqida misol uchun. Ko'rib bu yerda misol boyi ham bor, kambag'ali ham bor, shohi ham bor, gadosi ham bor. Shuning uchun kelib ibrat olib, o'lim haqligini eslatib, o'zimizdagi o'rnak namuna olib yaxshi ma'noda. Hozirgi jadal hayot davomida kreditlar, shtraflar, bola chaqa tashvishi, mana ertaga sentyabr maktab, farzandlar maktabga kiyintirish, ular dunyo tashvishida hammamiz yelib yuguramiz. Shuning uchun har kuni deyilmayapti. Bir oyda bitta yakshanba yoki bir oyda bitta juma. Qaysi biri qulay bo'lsa, menimcha go'zal ish bo'ladi deb o'ylayman. Bugun hasharchiligi mana Chorsu bozordan, Chaqchimondan shashlik olib keldik. Shuhrat shashlikdan Chorsu bozor. Bugun xudo xolasa 500 kishilik osh qo'yamiz. Biz har gal 500 kishi, 600 kishilik qilamiz oshig'i bilan. Hammaga yetsin, hamma mazaq ketsin. Hurmatli do'stlar, bu yakshanba hasharimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizga yuklatilgan vazifani 100% bajardik. Bunday hashar bizga yarasha. Hammaga rahmat bolalar. Rahmat. Xo'sh, vataningiz nima berdi sizga? Vatanam onaday. Undan tama qilish gunohi azim. Vatan mana bu mavi osmon, mana bu yer, mana bu oqib turgan soy, mana bu keng dala.